Hop, assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga oxirgi berilgan masalani ko'rib chiqamiz. Bu sonlar nazariyasiga oid masala. Hop, a plus b plus c teng 1 va a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat teng 2n plus 1 shart berilgan. Hop, mana bu shart berilgan. Mana bu ifodani a kub plus b kvadrat minus a kvadrat minus b kubni n'ga bo'lishini isbotlashimiz kerak. Hop, bu yerda birinchi ideya kelish kerak bo'lgan joyi, mana bu berilgan ifodamiz n'ga bo'linishi kerak bo'lgan ifodada s qatnashmagan. Hop, shuning uchun biz mana bu birinchi tenglikdan s ni topib, ikkinchi tenglikka qo'yib ko'rishga harakat qilamiz. Hop, birinchi tenglikdan s ni topadigan bo'lsak, s barobar 1 minus a minus b. Endi buni ikkinchi tenglikka olib borib qo'yamiz. A kvadrat plus b kvadrat plus 1 minus a minus b ning kvadrati barobar 2n plus 1 ekan. Hop, buni soddalashtiramiz. Mana buni ochsak, bu yoqda a kvadrat b kvadrat chiqadi. Mana bu bilan ikkitadan bo'ladi. A kvadrat b kvadratlar 2a kvadrat plus 2b kvadrat plus 1 ning kvadrati 1. Keyin ikkilanganlari plus 2ab. Hop, minus 2a minus 2b teng 2n plus 1. Hop, birlarni qisqartirib olamiz va 2 ga bo'lamiz har tahadini. Hop, a kvadrat plus b kvadrat plus ab minus a minus b barobar n'ga teng bo'ldi. Hop, endi mana bu bo'linishi kerak bo'lgan ifodani soddalashtiramiz. A kub plus b kvadrat minus a kvadrat minus b kub barobar a kub minus b kub deb olamiz. Plus b kvadrat minus a kvadrat. Bu ham barobar ko'paytiruvchilarga ajratsak, a minus 1 ko'paytirilgan a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Hop, plus buni b minus a b plus a qilib olamiz. Bu ham teng. Hop, a minus buni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Hop, birinchi qavsda shunda a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Ikkinchi qavsda oldi minus bo'ladi. b minusani o'rnini almashtirib minusni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Hop, minus a minus b bo'ldi. Bu ham barobar. Hop, yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, biz mana bu ifodani n'ga tengligini topgandik mana bu yerda. Mana bu tenglikdan. Hop, demak bizda topishimiz o'sha bo'linishi kerak bo'lgan ifodamiz. Hop, a minus b ko'paytirilgan n ekan. Hop, endi bu n'ga ko'paytirilgandan keyin buni n'ga bo'linishi ko'rinib turibdi. A minus b ko'paytirilgan n sonini n'ga bo'linishi bu aniq.